Assalomu alaykum hammaga. Men sizlar bilan yangi Minecraft'dir. Qornim ham ochib qolibdi. Biror narsa yeb olay. Shuncha narsam bor. Maza. Endi mollarga ham yemini berib qo'yaylik. Yaxshi o'tiringlar. Taporim ham sinay deb qolibdi. Mayli, uyim yaqinda adashmasam kon bor edi. O'sha yerdan temir olib yangi tapor yasab olaman. Adashmasam pastda. Ana. Hey, vatirtirab ham qilolmadim. Voydat. Creeper. Mayli, tezroq temirlarni olsam chiqib ketardim. Endi mana shu yerdan tepaga quramiz. Bloklarim ham yetmay qoldi. Odatiy holat. Uyimga ham yetib chiqoldik. Ana ularni qishloqdan meni haydab yuborishgan. O'shanga mana shu yerda o'zimga hashamatlikkina uy qurib yashayman. Endi bizda cho'p bormi? Albatta bo'ladi-da. Tovuqim ham qolib ketgan ekan. Mana bu yerda. What? Ko'mir yo'qmi? Ko'mir qayerda bor edi? Ko'mir. Mayli, hozir topaman. Mana oshig'i bilan ham topib keldim. Endi ko'mirlarni qo'yib temirimizni eritib olamiz, o'zimizga yangi tapor yasaymiz. Bu tradermi? Nima? Shu barkdan bitta suv deyapsanmi sen? Ikkilos hali. Yo'q-ki. Qancha? Tosh tupuradi. Tuprik. Lamalar jangi. Tekin tomosha ko'rib qoling. Temirimiz ham erigandir. Albatta eriydi-da. Endi biz o'zimizga tapor yasashimiz kerak edi. Ana tayyor taporni ham yasab oldik. Shu qandaydir g'alati-da. Boshqa joyga olsammikan?
ana shu yergami? O'zi ichida. Nimani ovozi? Sizlarga ham eshitilyaptimi? Tagida nimadir bormi? Nima? Nima bo'ldi bu? Nima bo'ldi bu? Nima bu?